Siz Qo'qonni qayerida eng yaxshi osh qilinishini bilasizmi? Biz bilamiz. Hozir sizga to'rttasini narxlari bilan ko'rsatamiz. Birinchi aka Shinam. Siz Shinam choyxonasidan osh yeganmisiz? Shinam choyxonasini ishlash vaqti kunduzi 11 dan kechki payt 11 gacha, ya'ni siz 11 gacha kelib osh yeyishingiz mumkin. Shinam choyxonasida 3 xil osh tayyorlanadi: achchiq osh, to'y oshi va choyxona palov. Shinam choyxonasida bir porsiya osh narxi achchiq osh bilan to'y oshi 32 ming so'm, choyxona palov 35 ming so'm. Kilosi esa 320 ming so'mga 350 ming so'm. Mo'ljal Archazor san'at kolleji yonida. Ikkinchi lokatsiyamiz Qo'qon xonligi, ya'ni eski piramida choyxonasi. Bu yerni ishlash vaqti 9 dan 11 gacha. Bu yerga kelib siz 4 xil osh yeb ketishingiz mumkin. Bu yerda 1 kilo osh narxi 300 ming so'mdan 400 ming so'mgacha. Bundan tashqari Qo'qon xonligida qirol osh bor. Buni narxi 1,5 million so'm. Manzil Oqoltin to'yxonasi yonginasida. Uchinchi lokatsiyamiz Abu Dhabi restorani. Siz bu yerni bilasizmi? Abu Dhabi restoranini ishlash vaqti soat 10 dan kechki 10 gacha. 10 gacha kelib maza qilib oshlaridan va boshqa ovqatlaridan iste'mol qilishingiz mumkin. Abu Dhabida turli xil oshlar tayyorlashadi. 290 mingdan 450 minggacha. Abu Dhabi restorani manzili Quduqliq ko'chasi 1-B uy. Oxirgi choyxonamiz Marokash choyxonasi. Siz oldin bu yerda bo'lganmisiz? Marokash choyxonasini ishlash vaqti 9 dan 11 gacha. Marokash choyxonasida 7 xildan oshiq osh tayyorlashadi. Narxlari 315 ming so'mdan 600 ming so'mgacha. Marokash choyxonasining manzili Qo'qon mirosining yo'parasida ko'chada joylashgan. Mana sizga Qo'qondagi 4 ta yaxshi osh qiladigan joyni ko'rsatdik. Bu joyga kim bilan kelmoqsiz? O'zlariga jo'natib qo'ying. Yana qayerda yaxshi osh qiladi? Bunisini bilsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Hamma choyxona va restoranlarning nomerlari va profillari opisaniyada. Agar lokatsiyalar kerak bo'lsa, bizni Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin.